Men ham ko'rmaganman. Hozir sizlar uchun eksklyuziv video. Aya Sofiya masjidi yoki Sulton Ahmad masjidi barchasi arxitektura jihatidan o'z asosi mana shu masjiddan olingan deb hisoblanadi. O'sha xonasida siz ham qolishingiz mumkin. O'zingizni o'lib ketgan bo'lsangiz, menda bag'rida, o'sha kravatda birga yotganday his qilishingiz mumkin. Agar kursingizni razmeri katta bo'lsa, tushib ketishi mumkin. Salom do'stlar, mana bugungi sayohatimizni boshladik. Bugungi videomiz Istanbulning unchalik mashhur bo'lmagan, lekin masalan ko'pchiligi lekin anchagina qiziq joylar haqida bo'ladi. Shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xullas mana do'stlar, mana bu yoqda qarshimda Küçük Aya Sofiya, ya'ni Kichik Aya Sofiya masjidi. Mana bu yoqda ko'rsangiz agar har bir tarixiy obida mana buni UNESCO ro'yxatiga kiritganligi haqida belgi bor, ishora. Va bu yoqda mana Little Hagia Sophia Mosque qisqacha tarixi aytib o'tilgan. Bu yerda esa turkcha va mana bu yerda arab tilida aytib o'tilgan. Juda ham yaxshi, o'ylaymanki bizlarda ham mana shunaqa qilib qo'yishsa juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Kelinglar endi Kichik Aya Sofiyaga kirib ko'ramiz. Hozir mana shu masjidda ishlaydigan bir aka topildi. Eshikni ochib berishyapti. Endi sovuq bahor kunlari. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu kirganda mana bu yoqda Mosque for Ladies, ya'ni ayollar uchun. Va mana bu masjidni markaziy qismi. Hozir ana chiroqlarni ham yoqib berishdi. Qizig'i shundaki, bu o'zi qurilgan davri 6-asrni o'rtalariga borib taqaladi va hech qanday islom dini bilan taalluqli joy bo'lmagan va nomi Avliyo Sergiya va Vakha nomlariga qo'yilgan. Keyinchalik 1506-yilda bu yerlarda turklar hukmronligi boshlagandan keyin bu cherkov masjidga aylantirilgan. Masjid bo'lgandan keyin ko'pgina detallari o'zgaradi va mana bu yerda ko'rib turganingizdek minbar va mana bu o'rtada esa mehrobni ham ko'rishingiz mumkin. Arxitektura jihatidan lekin qoyil qolish kerak. Original Vizantiya davridagi ustunlar, ustun tepasidagi marmardan qilingan naqshlarni, uyilgan naqshlar va mana bu detallarni barchasini ko'rsangiz, bu Vizantiya davriga taalluqli. Keyinchalik mana bu har xil rang bo'yoqlarda esa naqshlar bu, ya'ni masjidga aylantirilgandan keyingi detallarni ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i shundaki, dunyoga mashhur Turkiyaning ramzi yoki Istanbulning ramzi bo'lib kelayotgan Aya Sofiya masjidi yoki Sulton Ahmad masjidi barchasi arxitektura jihatidan o'z asosi mana shu masjiddan olingan deb hisoblanadi. Chunki Sulton Ahmaddan oldin Aya Sofiya qurilgan. Aya Sofiya esa o'z navbatida mana bu Kichik Aya Sofiyani chizmalariga asoslanib, asosiy model mana shu cherkovdan olingan. Unchalik uzoq bo'lmagan ekskursiyalar haqida ekskursiyamiz davom qiladi. Mana Sulton Ahmad maydonidan mana bu Marmara universiteti rektorati shundoq pastga qarab ketamiz va juda ham bir ajoyib, go'zal bir joyni sizga ko'rsatmoqchiman. O'ylaymanki, sizga ham yoqadi. Ben do'stlar pastga tushib kelyapman. Hovuzboshi restorani. Mana bu yerda esa kursi
firma va Buxoro 93 degan restoran bor. Nima uchun Buxoro deb so'raganimda, oldin birinchi marta kelganimda ofitsiantdan so'ragandim va patronimiz, короче, eng yaqin bir do'stlari Buxorolik ekan. O'sha uchun restoranning nomini Buxoro 93-yilda ochilgan, o'sha uchun Buxoro deb qo'ygandi. Va terrasasida mazza qilib ovqatlanib o'tiruvdik. Xullas, mana shu uchun Buxoro deb qo'yilgan ekan. Va shundaygina yonginasiga qaraysiz, mana 2-3 qavatlik hattoki do'kon, naqqosh degan do'kon. Bu yerda nafaqat gilam, asosan gilam, lekin gilamdan tashqari zargarlik buyumlari bor, keramika va hokazo narsalar bor. Вообще shikardosniy suvenir do'koni. Hozir endi shuni ichiga kiramiz. Mana do'stlar, shundaygina kirasiz. Yer ostiga podvalga yo'l olasiz. Ochiklarni yechaylik. Xullas, mana bu yana bir sizlarga life hack. Shundaki, bepul sisternani ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga kelasiz, kayf qilib tomosha qilib ketasiz. Menimcha, mana bunday tuynuklar orqali suvlar oqib, mana shu yerda to'plangan. Bunaqa tuynuklar bir nechta bor. Xullas, bu Vizantiya davrida Istanbulni, Konstantinopolni suv bilan ta'minlash uchun qurilgan sisterna. Bu to'g'risi unchalik katta bo'lmagan sisterna, kichkinagina ixcham, lekin o'ziga yarasha juda ham chiroyli. Mana zalga kirasiz, 2 qatorli ustun. Agar siz Istanbulga kelmagan bo'lsangiz, albatta Bazilika sisternasini ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki u yer bor-ku, juda ham bir chiroyli, bir qanaqadir boshqa dunyoga tushganday bo'lasiz. Chunki mana bu yerga qarasangiz suvlari yo'q, u yerda esa hali ham suvlari bor. Bundanda bahaybat ustunlar va xuddi o'zimizni Ichanqal'adagi Juma masjidiga o'xshab barcha zali ustunlar bilan ko'tarilgan va mana bunaqa podsvetkalar esa sariq qizg'ish ranglarda juda ham o'zgacha bir chiroy berib turibdi. Kolonnalarning ostki qismida esa meduzaning kallalari bilan bezatilgan. Juda ham chiroyli, tavsiya qilaman. Lekin u pullik va hozirda afsuski remont ishlari olib borilmoqda ekan. Bu yerda esa mana hammasi bepul. Mana bunday 2 qatordan iborat ustunlar bilan ko'tarilgan, tepasi arkalar bilan chiroyli bezatilgan va chiroyli muzika ostida ekskursiya qilishingiz mumkin. Eng asosiysi bepul. O'zi bu yer muzey, asosan o'sha Konstantinopoldagi ipodrom haqida ma'lumotlar berilgan. Mana bu yer bronza ot haykalchasi, mana bu yerda otchopar maydonini, ipodromga kirish qismi haqidagi, mana bu yerda esa o'sha rasmda qanday ko'rinishga ega ekanligi haqida aytib o'tilgan. Mana bu yerda esa kattalashtirilib o'sha ipodromni surati chizilgan. Zalni eng oxirgi qismida esa va zalning eng oxirgi qismida esa maketi ham chiroyli qilib qo'yilgan. Mana shu orqali ipodrom, ya'ni otchopar maydoni qanchalik katta bo'lganligini bilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda esa kirish darvozasi. Kirish darvozasining ustida 4 ta ot va aravadan iborat haykal bor. Nomi nima edi, esimda yo'q. Quadrotsiklmi? O'sha otlarning haykali asl originali esa hozirda adashmasam Italiyaning Venetsiya shahriga 1200-yilda olib ketilgan. Quadrotsikl emas, esimga tushdi. Quadriga deyiladi, quadriga. Mana bular esa pastki qismda joylashganlari, bu barchasi bronzadan qilingan haykalchalar va mana bu o'sha eng mashhur bo'lgan ilon boshli ustun. Hozirda o'sha Sultonahmad maydonida qoldig'i bor. Buni bunday holatda ko'ra olmaysiz. Boshlari tanasidan judo qilingan bechoralar. Hozirda singan variantini ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yerda yozilgan is item is available to order. Pre-order from our shop. Mana bu sisternaning tepasida do'konda siz mana shu haykalchalarni buyurtma berib sotib olishingiz mumkin. Mana misol uchun bu yoqda Afina, bu yerda esa mana Sphinx,
Mana bu esa o'sha ona bo'ri. Rim tarixi bilan juda ham bog'liq bu. Aka-ukalar ona bo'rini emib o'tiribdi. Mana bu yerda esa Herkules. Ana endi esa sizlarga eksklyuziv video. Bunaqasini hali hech qayerda ko'rmagansiz, chunki meni o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Qip yalang'och Aleksandrni ko'rganmisiz? Albatta yo'q. Men ham ko'rmaganman. Hozir sizlar uchun eksklyuziv video. Marhamat, qip yalang'och Aleksandr Makedonskiy. Bu prosta hazil, o'zim san'atga juda ham qiziqaman. Vaqtida o'zim xudojnik bo'lish niyatida bo'lganman. Bolaligimda texnik sabablarga ko'ra hozir umuman boshqa sohaga o'tib ketdim. Xullas, san'atni sevinglar do'stlar, san'at bilan hamohang yashanglar. Mana do'stlar, o'ylaymanki bu life hack sizga yoqdi. Istanbulga kelsalaringiz albatta kirib o'tinglar. Bepul, juda ham qiziq. Sokingina va eng qizig'i, agar qizlar, xonimlarimiz bo'lsa, mana bu yerda bombichskiy fotolar bilan Instagram'ingizni portlatib yuborishingiz mumkin. Agar siz Bazilika sisternasiga kirsangiz, undan-da yaxshi. Okey, bizlar esa sayohatimizni yana davom qilamiz. Ketdik. Mana bu esa ortimdagi bino, bu Sharafiyat sisternasi. Bu ham yaqindagina topilgan, bir necha yil bo'lgan topilganiga. Hali hanuz Istanbul shahrida yangidan yangi tarixiy obyektlar topilib kelinadi. Chunki masalan, mana shu binoni qurishda fundamentni qazish ishlari olib borilayotganda yana bir yangi tarixiy obidaga duch kelishadi. Xullas, Sharafiyat sisterni pandemiya tufayli yopiq, ochilmaydi. Endi qachonki karantinlar sal susaygandan keyin ochilishi mumkin. Tepasida buni ikkinchi qavatida restorani bor, kafesi bor, aniqrog'i. Lekin bir narsa, bu ham kirish bepul emas, ya'ni 20 lira. Agar siz umuman Istanbulga birinchi bor kelishingiz bo'lsa va sisterna ko'rmagan bo'lsangiz, 20 liraga yaxshisi eng mashhur sisterna, ya'ni sisterna bazilikani ko'rgan yaxshi. Agar uni ko'rgan bo'lsangiz, ikkinchi o'rinda mana bu. Umuman bepul kerak bo'lsa, mana videoda ko'rsatganimdek, bepul ham sisternani ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, agar siz Istanbulda bo'lsangiz, o'ylaymanki bu joy ham sizga yoqadi. Kelish unchalik ham qiyin emas. Xohlasangiz tramvay orqali kelsangiz ham bo'ladi, yoki Sultonahmad va Misr bozoridan piyoda kelsangiz ham bo'ladi. Agar siz shaharning boshqa qismlarida bo'lsangiz, baribir ham mana shu yerdan o'tish ehtimoli ham bor, chunki bu yerda Marmarayni va metroni Sirkeji stansiyalari mavjud va bu yerdagi sizga bir qiziq joyni ko'rsatmoqchiman. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim bu Sirkeji metrosi yoki Marmaray emas, balki tarixiy vokzali. Ya'ni mana bunga qarang, bu tarixan uzoq davrga borib taqaladi va Istanbulning eng qadimiy va uning eng bir chiroyli stansiyalaridan biri hisoblanadi. Afsuski, hali hanuz mana bu ikkita kurant, chetdagi kurant soatli minoralari hali ham restavratsiya jarayonida, juda ham uzoq restavratsiya qilarganlar, chunki oldin ham kelganimda atrofi o'ralgan edi. Kelinglar, endi men sizlarga ichini olib ko'rsatsam va ikki og'iz tarixi haqida gapirib bersam. Mana bu zali. Bu yerda nima ekan? Bu yerda kafesi bor ekan. Choy zakaz qilib bemalol mana bu yoqda dam ham olishingiz mumkin. Bu yer nima uchun meni e'tiborimni tortdi desangiz, chunki bu yer tarixiy vokzal. Bir necha yillar davomida bu yerdan Parijdan Istanbulga o'sha mashhur bo'lgan Sharqiy ekspress poyezdi mana shu vokzalgacha qatnagan. Lekin afsuski, bu nechinchi yildir ham Parij Istanbul harakati to'xtatilgan. Lekin shunga qaramay, har yil bir marta turistlar uchun hali ham Parij Istanbul, Istanbul Parij poyezdi
harakatlanadi va buning narxi juda ham qimmat, to'g'risi. Endi turistik bo'lgani uchun u lyuksovый poyezd. Va yana bir ma'lumot shuki, o'sha mashhur Sharq ekspressidagi qotillik degan asarni muallifi Agata Kristi ham mana shu poyezdda harakatlanib, shu asarni yozgan. Va sohilning narigi tarafiga borsangiz, u yerda Pera degan oteli bor. Kelinglar, Pera haqida ham bir aytib o'tsam. Mana bu esa o'rtoqlar Pera Palace Hotel. Yonida restorani ham bor. 1892-yildan beri faoliyatini olib borayotgan ekan. Nima uchun bu yerga keldim? Nima uchun birdaniga temamiz bu otelga ko'chdi desalaringiz, chunki o'sha mashhur Agata Kristi xonimlari mana shu yerda qolgan ekanlar. Va eng qizig'i, o'sha qolgan xonasida siz ham qolishingiz mumkin. Hello. O'sha xonasida siz ham qolishingiz mumkin. O'zingizni o'lib ketgan bo'lsangiz, endi bag'rida, o'sha kravatda birga yotganday his qilishingiz mumkin. Lekin bu uchun kamida adashmasam siz $200 to'lashingizga to'g'ri keladi. $200 oshiqroq menimcha. Da, albatta imkoniyatingiz bo'lsa, почему бы нет? Mana shunday shikardosniy otelda ham qolishingiz mumkin. Okey, bizlar endi vokzalchamizga qaytsak. Bu yerda o'z navbatida muzey ham bor. Muzeyni kelinglar bir kirib ko'ramiz. Kirish bepul. Bemalol bolalaringiz bilan kelib tomosha qilib ketishlaringiz mumkin. Soat 10:30 dan 3:30gacha. Mana kirganingizda kichkinagina bir zal, lekin antikvar narsalar bilan to'la. Menimcha bu yerga bolalaringiz bilan kelsangiz juda ham yaxshi, chunki bolalarga mana bunaqa, ayniqsa o'g'il bolalarga mana shunaqa texnikalar, poyezdlar juda ham qiziq bo'ladi. Mazza qilib bolalaringiz bilan aylanib ketishingiz mumkin. Mana misol uchun bolangiz agar temir yo'llarga, poyezdlarga qiziqsa, mana bu yoqdan chiqib bemalol haydovchi vazifasida ham o'zini sinab ko'rishi mumkin. Yana bir ma'lumot, bu yerda har kuni, endi pandemiya sababli har kuni deyiladi, lekin har kuni emas, darvesh show, ya'ni darveshlar raqsini tomosha qilish imkoniga egasiz. Narxi boshqa joylar bilan solishtirib ko'rganda eng arzoni mana shu yerni topdim. Agar sizlar bundan-da arzonroq narxni bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va bundan tashqari bu stansiyada mana bunday lokerlar bor, ya'ni siz tranzit bo'yicha kelgan bo'lsangiz, bu yerda yukingizni qoldirib bemalol shaharni aylanib kelishingiz mumkin. Albatta bu ham pullik. Va do'stlar, bu stansiyada eng qizig'i shuki, nima topdim desangiz agar, massaj sevuvchilarga maslahatim, короче, oyoq massaji atigi 1 lira. Menimcha juda ham arzon va bir sinab ko'rish kerak. Yaxshi ekan, oyoqlarda massajlari, pastlari, mana bu ikralari. Lekin remen bo'lmasa, ishtonni ma'lum ushlab turishingiz kerak. Jinsidan xabardor bo'ling. Agar kursingiz razmeri katta bo'lsa, tushib ketishi mumkin. Mahkam. Oshqozonda to'liq, oshqozon bilan ovqatdan to'liq bo'lsa, bemalol pastga tushirib beradi. Lekin rostdan 1 lira uchun oyoqlaringiz mazza qilib nam oladi. Agar ichingiz og'rib o'tirgan bo'lsa, kelmang, chunki kontrol qilish mushkul bo'ladi, vaqti chiqib ketadi. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ oyoqlar jonlandi. Yana sayohatimizni davom qilamiz. Good. Agar siz Istanbulda qayerga qanday borishni bilmasangiz, ko'pgina joylarda bepul sizga qanday maslahatlar kerak bo'lsa, qayerga qanday borish kerak, nima qilish kerak, hammasini mana bunday turistik informatsion markazlarda bilib olishingiz mumkin.